Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun yana bitta bitta ko'rsatamiz sizlarga. Hammomchaning razmeri 1,20 ga 2 metr. Kichkina 1,20 taraflariga qora miramirdan urdik. 2 metrlik tarafiga oq miramirdan urdik. Bu yerga 50 litrlik ariston qo'ydik. Tepada bochka bor uchun davlat nasoschani ham qo'yib berdik. Mana ko'rganlaringda vitishkalarni qo'yib qo'yganmiz. Mana duga pardalarni hammasini qo'yib berganmiz. Oyoq tagiga paddon qo'ydik, suv chiqib qochib ketmasligi uchun. Hammasi juda ham yaxshi bir-biriga ranglari o'tirgan, ko'ringlar. Vishilkalargacha o'rnatib qo'yganmiz. Kirsangiz hamma narsa siqqan shu kichkina 1,22 metr joyga. Kimga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, shunaqa proyektchalar, shunaqa ob'yomdagi hammomchalaring bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, shunday hamma materiallar o'zimizda bor, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Videolarimizni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Like, podpisatsiya knopkalarini padashga qilib turasizlar. Bir tarafga biz qora tarafga ummanlik ustiga oynani o'rnatib berdik. Do'stlar, videoda ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz hammasi shu. Hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylaymiz. Yana shunaqa videolar qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga o'tib ko'rsalaring, bundan-da chiroyli, go'zal hamma videolarimiz bor. Videolarimizni ko'rib, kimga nima zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, zakazlarni olib borib o'rnatib ishlatib berib kelamiz, xudo xolasa. Yangi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.